Assalomu alaykum hurmatli televizor Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinglər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Xitoy hökuməti Dünya Uyghur Qurultayının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı vəkalətçisi Zümrət Uyghur xanımның yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı irqi ayrımçılıqның oldini olish komiteti tərəfindən uyushtirilgan tor yig'iniga qatnashib so'z qilganligiga qattiq norozilik bildirish bilan birga Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıdan bundan keyin Dünya Uyghur Qurultayının vəkillərini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı yig'inlariga kirgizmaslikni talab qildi. Xitoyning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı vəkili yana konu muqamini qayta bozorga silib, Dünya Uyghur Qurultayını Jongoni parçalash va bo'lishga urinayotgan terrorist tashkilot deb aybladi va bundaq bir tashkilotning vakillarining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning yig'inlarida so'z qilishiga aslo yo'l qo'yilmasligi kerak deb bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı vəkalətçisi Zümrət Uyghur xanım yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı irqi ayrımçılıqның oldini olish komiteti tərəfindən uyushtirilgan tor yig'iniga qatnashib qolgan so'zida Sharq Turkiston xalqiga qarata irqi qirg'inchilikni yo'lga qo'yayotgan mustabid Xitoy hokimiyatini qattiq ayblash bilan birga Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning bu xil irqi qirg'inchilikni to'sish jihatda hech bir amaliy harakat ilib bormaganligini tanqid qilgan. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga a'zo dövlətlərni Amerika, Kanada, Angliya qatorliq dövlətlərdən ulgu ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirgan edi. Xitoy hokimiyati uzun yillardan buyon o'zining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi nopozdan foydalanib, Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay rahbarlarining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning turli yig'inlariga qatnashishiga to'salg'ulik qilib kelgan. Hatto Dolqun Aysa apandimni bir qancha qitim Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning zaldan majburiy chiqarib o'tgan edi. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirkini qilib Turkiyaning Istanbul va Anqaradagi konsulxona va elchixonasi oldida norozilik harakati elib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining bu harakatiga ovoz qo'shish va Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida Xitoyning Germaniya München shahridagi konsulxonasi oldida 16 fevral boshlangan Oilam qayerda nomli norozilik namoyishi bugun 2-chi kuniga qadam qo'ydi. Yevropa Sharq Turkiston Birligi Tashkiloti tarafidan uyushtirilgan bu norozilik harakati uchun dastlabki qadamda soqchi organlaridan bir oylik namoyish ruxsati ilindi va namoyish har kuni Berlin vaqti tushdan keyin soat 15 dan boshlab haftada 7 kun to'liq ilib beriladi. Germaniyaning München shahrida yashayotgan bir guruh Uyg'ur Yevropa Sharq Turkiston Birligi Tashkilotining boshlamchiligida tunugun va bugun qattiq sovuqqa qaramasdan vatanda g'oyib bo'lgan va jazo lagerlariga qamalgan urug' tuqqan va tonish bilishlarining shundaqli jazo lagerlarida azob chekayotgan Uyg'ur sarxillarining rasmlarini ko'tarib, jaranglik shuar to'lab, Xitoy konsulxonasidan Germaniyadagi Uyg'urlarning vatanda g'oyib bo'lgan oila a'zolarining oqibati haqida javob berishni talab qilishdi. Namoyish maydonidan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim o'zining bu harakatga oddiy bir Uyg'ur bo'lib sifati bilan qatnashganligini bayon qilib mundaq dedi. Ben bugün bir yerge Muşu Xitay'ninki München konsolosluğunun altında müşahit namayış katkan kerindaşlarımızla maslaşıp Muşu namayışta üzemnin, akamның ve inimnin davasını için geldim. Bugün ben bir yer Dünya Qurultayının reisi sebep bilen emez, bir Uygur bunu süptüm bilen ailem Xitay'nın 21. asırdaki ceza lagerinde yokap ketkenlik için benim akam nerede, kerindaşlarım nerede, anam ne, dadam ne sen öldürvettin ve ulanın hesabını sorğulu geldim. Demek bugün bir yerde bir kısım kerindaşlarımız Türkiye'de başlayan namayışının bir parçası şunun sebebidir. Bir yerde bugün özgürlük teşkilinip bir yerde bir namayış uğraştırıldı. Bu namayış bugün başlandı bir kanca hatta aylarca devam kılmakçı. Müşahede hem de Germaniye'deki bütün yurttaşlarımızın ve dünyadaki yurttaşlarımızın Türkiye'deki kerindaşlarımızın ilan edip dünyanın hem yerde yüzünün ata-anasının kerindaşlarının davasını kılışka, ulanın izlerine soraşka, bu arkalı Xitay'nın 21. asırda 300 vatkan erki kırgıncılık insaniyeti karşı cinayetini her bir şahıs yüzünün emeli ailevi paketleri bilen baş kılışık çağırmaz. Bu qitimqi namoyishni tashkillagan Yevropa Sharq Turkiston Birligining raisi Asqarjon apandimo namoyish maydonidan ziyoratimizni qabul qilib tuvandagilarni bayon qildi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz Germaniyaninki München shahrida Xitoy konsulxonasi oldida mening va ota-onam qayerda temir namoyish olib beryapmiz. Bu namoyishga bizningki Germaniya va München shahrida turishliq
ve atanları turmuda, lagerda boğan yoki izreksiz yo'qolib ketgan yurtdoshlarimiz qatnashib, qo'llarida shularninki rasmlarini va shu mening ota-onam qayerda, mening o'qituvchilarim qayerda, mening hadis singillarim qayerda, mening atam bovam qayerda nomli lozunkalarni ko'tarib namoyishga keldi. Bunun maqsadi biz bu yerda bugundan boshlab balkim 3 oy namoyish qilishni planlayapmiz. Xitoyga bu yerda biz ham o'zimizningki dafsanda bo'lishga qarshi noroziligimizni bildirish ham Xitoyninki qilayotgan qirg'inchiligini xalqaroga va Germaniyaliklarga tuyg'ush uchun bugun bu yerga kelib turibdik. Bu namoyishimiz har kuni soat 3 dan 5 gacha davomlashadi. Bu yerga kelgan qarindoshlarimiz o'zining yurak so'zlarini, o'zining hissiyotlarini va beshidan o'tilgan yalnız urug' tuqqanlarninki qayerda bo'lganligi to'g'riliq ma'lumotlarni berib o'tadi va butun bizningki Germaniyadagi yurtdoshlarimizninki bu namoyishga ovoz qo'shishini har kuni imkon doirida bir şey kelib bu namoyishni davomlashtirib berishini iltimos qilaman. Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'daki Xitoy konsulxona ve elçixonasi oldida norozilik hareketi ilib berayotgan lager qurbonlari yaqinlariga madad berish maqsadida Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan Yaponiyaning Saitama o'lkasida 13 fevral başlatilgan norozilik namoyishlari bugun 5 kuniga qadam qo'ydi. Yaponiyadagi Uyg'urlarning bu hareketiga Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan ko'plagan yapon do'stlarmi qizg'inlik bilan ovoz qo'shib kelmoqda. Uzun muddatlik başlatilgan bu harakat hozir Saitama o'lkasining har qaysi nahiyalarida qattiq yomg'ir va shivirg'onlarga qaramasdan uzluksiz davom qilmoqda. Namoyish jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari atrofdagi ommaga mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi fosh qilingan tashviqot varaqlari tarqatildi. Namoyish maydonidan xalqimizga xitob qilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon apandi tuvandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Yaponiyada başlanan teşviqot faaliyetimiz degan 3-chi qadam qo'ydi. Oldindan bugun faaliyetimiz ovoz qo'shgan qarindoshlarimga rahmatni bildiraman. Bugun Yaponiyaning ahvoli intayin yomon, havoda qattiq yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, qarindoslarimiz yana bu faoliyatimizga ovoz qo'shdi. Endi demakki, buni biz qaysi davlatlarda davom qilmoqda, buni oldindan qiladiganimiz shu davlatga fuqarolarning qurulishini, Uyg'ur davosini tushunishini qo'llab keltirishimiz muhim deb o'ylayman. Buning uchun shunday faoliyatlarni qilib turishimiz muhim. Yaponiyada yaponlar odatda ishqi odamga beqaror hurmat qiladi. Birsiga kuchlilarga, o'ndan dinliklarga, yana birsi fazilatlarga, ya'ni safoliklarga. Biz Uyg'urlarda hozir endi yaponlarni qoyil qilib, o'nchilik kuch bo'lmasmi, lekin o'zimizning safosi bilan irodamiz bilan ularni ta'sirlantiramiz, o'zimizga diqqatimizni tortamiz. Chunki bugungi shunday faoliyatni qilishimizga sabab o'zimizning davom bo'lgan irodamizni, vatanga bo'lgan irodamizni, ondan xalqimizga bo'lgan mas'uliyatimizni ifoda etdik. Bizning bu harakatlarimiz yaponlarning qo'llashiga ham erishiladi. Birinchi kungi faoliyatimizda yaponlar to'pimizdan aram berishganida, ikkinchi kunga kelganda 6 yaponlar bizga najot qildi. Bugun yomg'ir sababidan az bo'lsa-mu ishimizki, bugungi faoliyatlarimizda bizga ovoz qo'shilgan yaponlar do'stlarimiz kunga eshitib boradi. Hammalarga rahmat. Türkiye'deki lager qurbonlari yaqinlarining uzlukidan tashkillanib o'tgan yili 12 oyda Xitoyning İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida boshlatgan norozilik harakati uzluksiz kengayib, hozir dunyo miqyosini olgan umumiy xalq harakatiga aylandi. Ularning bu harakati chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Türkiye'deki Uyg'urlar Türkiye soqchi organlarining cheklashga va qo'pollik bilan to'sqinlik qilishiga qaramasdan, bu xil norozilik harakatini har kuni İstanbuldagi Xitoy konsulxonasiga yaqin joyda qattiq sovuq va qor yomg'ir ichida izchil davomlashtirib kelmoqda. Namoyishga qatnashayotgan bir guruh Uyg'ur xonim qizlari o'zlarining yurak so'zlarini tuvandagidek ifoda qilishdi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysida yashayotgan barliq onalar, barliq xonim qizlar. Men sizlarga shuni deymanki, vatanning turmalarida yetayotgan barliq yashagan onalarimiz, qiz xonimlarimiz, narsida qizlarimiz zulm ostida o'ltirilyapti. Barliq onalarning, ayollarning, qiz xonimlarning butun hammaga to'kilib shularning ovozini chiqarishga
Assalamu alaykum. Ben Ruzun Muhammed. Ben Türkistan'daki barlık qarindaşlarımның izleyigini qıqırmış konsolun aldığı çıktım. Benimki uyumdan 30 neçe adamın sulaqlıq. Ben şu uyumdaki qarindaşlarımның bana bu büyük akamni turmuğa ekirip gitip turmuda kesili tutup yürek kesili vardı. Açıqıp 2 aydan keyin yana ekirip ketken. Akalarımdan bu küçük balalarının hemmisine 12 yıllık öyküsü vardı. Bu yengem buto, yengemnin 4 balası var. 4 balısının nedelikini okumayımız. Bunun 6 yıllık öyküsü ötüqlıq. Bunu şu Hacı Palite kıldı daplama öyküsü ötüqlıq. Bu yengemnin dadısı. Yunqaş Məcidinin imamı. Bu Yunqaş Məcidinin imamı 10 yıllık öyküsü ötüqlıq. Bunun hiç qanday bir suçu yok. Bu kızı Nurmangul. Bunun 15 yıllık öyküsü ötüqlıq. Kızı Nurmangul 15 yıllık öyküsü ötüqlıq. Bu menin acamның oğlu butu. Bunu bir Hacı Palite qıp keldi degen bilen sınısı bilen ikisini tutup algalı 5 yıl boldu. Nedelikini okumayımız. Menin daydığım barlık Doğu Türkistanlık qarindaşlarımga öýüňlerde ıssık nalımı yap oltamay Doğu Türkistan'daki barlık Müslüman halk oğullarının izlegini kapmak Türk konsolunun aldığı çıkınlar. Şu ayarlarda şicaatlık bulanlar, küçük çocuklarda şicaatlık bulanlar öyde oturup ıssıklar yiyen bilen vatanımız kutlup kalmaydı. Doğu Türkistan kutlup kalmaydı. Hemimiz kollarımız katanımızdan resimlerini elip Xitay konsolunun aldığı çıkıp Xitay qarindaşlar nerede? Uyuk tıkanlar nerede? Meğersiydi çocuklar nerede? Turmularda baskıncılığa çoğaltkan aç sınırlar, küçük qarindaşlarımız nerede? Deyip soruşumuz gerek. Bu Türk milleti biz qarindaş, soydaş neden ses çıkarmıyor? Neden ses çıkarmayı tüyülüyor? Bu şu benim izleydiğim şu qarindaşlar yanında uxlap oturmalar. Hemen çıkınlar Xitay konsolunun aldığı çıkmasak ortağa bilen vatanımız kutlup kalmaydı. Rahmet, hemmelden Allah razı olsun. Çıkmaganlardan razı olsun. Çıkan barlık qarindaşlarımızdan Allah razı olsun. Assalamu alaykum. Rahmetullahi ve berekatuhu. Barlık Uygur qarindaşlarımız. Bugün biz bu soğukta qarindaşlarımızga sahip çıkış için meşeler turvatımız. Bugün meşege çıkan bütün qarindaşlarımız Allah razı olsun. Biz özümüzün qarindaşlarımızga sahip çıkan vaktimizde andın Allah bizge sahip çıkıdı inşallah. Mening hazır erkek qarindişim, bir hedem, başka urug tuqqanlarımның hemmisi bilen alakam yok. Ularning balığı yoki hayatı yoki ölgenligini bilmeymen. Şunun için her gün meşege şular sahip çıkıvatıman inşallah. Hemme qarindaşlarımızın, özümüzün qarindaşlarına sahip çıksın ümit kılıman. Öyümüzde otlamaylı. Hemmimiz qarindaşlarımıza sahip çıkan vaktimizde andın Allah bizge sahip çıkıdı qarindaşlar. Hemme olanı meşege çakırık kılıman. Bir öyden birden çıksak meşelege yiyilip ketimiz. Şu vaxtıda andın başkalar bizge sahip çıkıdı. Şuna hemme olanı meşege çakırman, meşege turvatkan bütün qarindaşlarımızın işleri var, ailesi var, balları var. Şularını taşlap koyup meşege çıkıvatıdı. Sizlerinin meşege hemmimizle birlikte çıkıp qarindaşlarımızga sahip çıkışınlarını ümit kılıman. Assalamualaikum. Ben Türkiye'den İstanbul'dan Roşengül bulma. Bugün şu namayışlarga biz her günü bile şu qarindaşlarımız bile ben bir yerde çakırık kılma. Bütün Uygur qarindaşlarımız hem de uxlamanlar hem de hemmenler çıkınlar. Ballarınlarını, yaşlarımız, ayallarımız, bulup ayallarımız hareketki ciddi düşünler. Bu Doğu Türkistan'da kampıdaki hemmisi bizden Uygur qarindaşlarımız. Bizimki kınımız, bizimki vatanımız da yatkan bütün kamplarda yatkan şular bizim qarindaşımızga destek verip, ses verip, şu kündü konsulda çıkan şu Uygur qarindaşlarımız da Allah razı olsun. Ayallar, yaşlar, çıkmaganlar çıkınlar. Doğu Türkistan'a sahip çıkınlar. Uygur qarindaşımızga sahip çıkınlar. Hemmenler uxlamanlar, uxlayırgan vaktimiz ütüp ketdi. Bu yerge çıkan mana şu ayallar hanımlardan Allah razı olsun. Qarindaşlarımızdan şu her günü mişeri turgan qarindaşlarımızdan Allah razı olsun.
Күнділік Telegram торының 15 fevral бәген xəvərə qaraganda Cumhuriyetçilərdən bolğan Amerika Dövlət Məclisi əzası Michael Waltz məclisdə təklif sunub, 2022 yıllıq Beijing qışlıq olimpik müsabiqəsini boykot qilishga chaqirgan. Bu təklif layihəsində mundaq deyilgan. Ötken bir yılda Komünist Xitoy hökuməti kishini cho'chitadigan qilmishlarni sodir qildi. Shuning uchun Xitoyning 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasi o'tkazish salohiyatini bekor qilish kerak. Komünist Xitoyning Uyg'urlarga qirg'inchilik ilib berish, Hong Kongliklarning namoyishini bostirish, koronavirusini pash qilganlarni yo'qotish qilmishini dunyo jamoatchiligi hargiz yo'lliq deb qaramaydi. Bu taklif loyihasida yana Xitoyning chet eldan kirgan islom dini, xristian dini qatorliq dillarni bostirib qolmay, o'zining an'anaviy dillarini bostirganligi, koronavirusining dunyoga yamrab ketishiga sabab bo'lganligi qatorliq qilmishlari ko'rsatilgan. Waltz yana mundaq degan: Amerika bayrog'i va Amerika tanharakatchilariga qarasam, ularning Xitoydek mustabid davlatda o'tkaziladigan bu musobaqani tabriklashga qatnashadiganligini tasavvur qilolmayman. Qisqagina 11 oydan keyin bu musobaqaning Beijingda o'tkaziladiganligini o'ylasamni ichim elishadi. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.